Mana bu 1000 dollarlik sumkani bolalaringizga zinhor olib bera ko'rmang. Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Keling, avvalambor bu sumkani yaxshi tomonlari haqida ozgina aytib beray. Bu sumka Yaponiyada juda ham ommalashgan. Har bitta Yaponiyadagi maktab o'quvchisi mana shu Randosero sumkalarini taqishi madaniyat darajasiga chiqqan, qandaydir yozilmagan qoida hisoblanadi. Randoserolarning narxi 300 dollardan 1,5 dollargacha bo'ladi. Yaponiyada bu Randosero sumkalarini bobo-buvilar sotib olib berishi madaniyat hisoblanadi. Bitta ikkita boyagi o'zi pensiyaga ba'zir kun ko'rib yurgan bo'lsam, bor o'zlaring bo'linglar, menga boshimni og'ritmanglar deydigan past bobo-buvilar chiqmasa, 90% holatda yapon bobo-buvilari o'z nabiralariga mana shu randoserolarni olib berishadi. Yapon o'quvchilari bu randoserolarni birinchi sinfligida olsa, shu bilan 6 yil davomida bitta randoseroni tutishadi. Toza teridan tikilganligi uchun 6 yil bemalol ishlatsa bo'ladigan sifatda. Bu randoserolarni orqasiga taqqanda yiqilib tushsa, boshi latimasligi, zilzilada bunday qilib boshiga qo'yib olishi degan gaplar ham bor. Qisqacha qilib aytganda, bu randoserolar yapon bolalarining branjileti desak ham bo'laveradi. Ana endi videoning boshida nimaga bu sumkani sotib olmasligingiz kerak deb aytgan fikrimni isbotlashga harakat qilaman. Birinchidan, buning narxi juda ham qimmat. O'rtacha masalan O'zbekistonga yetib borishi 700-800 dollar atrofida bo'lishi mumkin. Bu narx bizning iqtisodimizga qimmat deb o'ylayman. Ikkinchidan, biz O'zbekistonimizda masalan 5 yil, 6 yil bitta sumkani tutish madaniyati yo'q bo'lganligi uchun farzandingiz boshqa sinfdoshlariga nisbatan ajralib qolishi mumkin. Masalan, 6 yil davomida har yili bir xil sumkani tutamanmi deb bolani psixologiyasiga yomon ta'sir qilishi mumkin. 5-6 yil bo'lsa ham tutadi deb olib bergan taqdiringizda ham farzandingiz 5-6 sinf bo'lgandan keyin bu sumka farzandingizning gavdasi kattalashgani, o'sgani hisobiga bu sumka juda ham kichkina bo'lib qoladi. Keyingi yana bitta men kuzatgan jihatlardan bittasi, bu sumka uzoq yil tutilishi uchun charmdan, qalin materiallardan tikilgan. Shuning uchun salgina og'irroq. Yaponiyada maktab bolalari faqat kompyuter bilan, o'sha birinchi sinfligidan boshlab bitta kompyuter bilan 5-6 ta ruchkasi va kamgina narsani olib maktabga borib keladi. Kitoblari maktabning o'zida qoladi. Shuning uchun unchalik og'ir bo'lmasligi mumkin yaponlar uchun. Lekin bizning maktablarimizda o'sha birinchi sinf o'quvchilarimizdan boshqa boshlang'ich ta'lim o'quvchilarimiz hamma kitoblarini uyga olib qaytganligi uchun agar mana bu sumkani og'irligini ham qo'shib, o'sha kitoblarni ham og'irligini hisoblaganda bolangizni sog'ligiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin deb o'ylayman. Shunaqa gaplar asosida ko'rarmanlar. Xulosalik sifatida bir xulosa qiladigan bo'lsak, bunaqa qimmat sumkalarni farzandingizga olib berishingiz shart emas deb o'ylaymiz. Masalan, 1000 dollarga sumka olib berasizmi, 2000 dollarga sumka olib berasizmi? Bu bolaning bilimiga, bolaning kelajagiga mashincha foydasi bor deb o'ylamayman. Undan ko'ra, o'sha pullarni bolaning qo'shimcha darslariga, kitoblariga ishlatsangiz ko'proq foyda keltiradi deb o'ylaymiz.